2020 4 paysi avtomat korobka. 2016 300 ming kilometr bosib o'tgani. Kraskasi 2021 51 ming yurgan. Kraskasi qanaqa? 197 ming kilometr bosib o'tgan 2018 ga 19. 280 ming kilometr bosib o'tgan 2018. 2017 ga 18 152 ming yurgan. 2020 200 ming yurgan. 174 ming yurgan 2019 ikkinchi paysi. 2020 135 ming kilometr bosib o'tgan ikkinchi paysi. 2022 4 paysi 88 ming yurdi. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari, kanalimiz mehmonlari. Bugun xudo xohlasa mana hafta kuniga juma 4-aprel Andijon avtomashina bozoridan syomkalarimiz qilganmiz. Bu qismga qo'ldan kelgancha Nexia 3 lardan syomka qildik. Har xillaridan bor, video davomida ko'rasizlar. Mexanika, avtomat, yili eski, yangi har xillaridan bor. Nasiya savdoga beraman deganlar ham bo'lgan video davomida. Bittadan like bosib qo'yishni, kanalimizda mehmonlar albatta obuna bo'lishni esinglardan chiqarmanglar. Qanaqa mashina kerak bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiringlar. 20 midi? 20. 2020 dan boshladik. 4-paysiyada oqidan avtomat korobka. Yurgani qancha? 130 ming yurgan. Xo'p, 130 ming kilometr bosib o'tgan, metan gazi bor, ABS bor, konditsionerlari bor. Nexia 3 ta full pozitsiyasi. 4 ta yangi yumshoq balon. 4 ta yangi yumshoq balon. Flexiya ruxsati bor. Shumkasi bor. Shumkasi bor. Tonirovka ruxsatnoma bor, ha? Malibu bar. Kovri bor, linoleum qilinmagan, chexollari yaxshi holatda. Orqa salonlari, tonirovkalar tortilgan. 90 talik temir metan gaz. Zapas baloni bor, pol holatlari, zavod holatda. 2020 4-paysi avtomat korobka. Yurgani 130 ming. Kraskalari toza. Kraska toza. Puli qanaqa buni aka? Buni pulini aka 9 ming deyapti. 9 ming aytilyapti, kami bor. Savdo qilmadingizmi hali bunga? Yo'q, endi chiqdi aka. Bo'ldi. Kelishuv yo'llari-chi aka? Kelishamiz aka. 3-4 oyga nasiya bo'laveradimi? Nasiya bo'ladi aka, batir bo'ladi. Xo'p, 3-4 oyga nasiya bo'lish uchun oldindan kamida necha pul bo'lsin? 4 ming, 5 ming. Bo'ldi, 50-60% puli bo'lsa kelishilaveradi. Hujjatlari-chi? Hujjatlari beriladi, generalni bo'ladi. Generalni ham bo'laveradi. Telefon raqamingiz? 91 91 061 061 37 37 raqamga aloqaga chiqib ko'rasizlar. 130 ming yurgan 2020 4-paysiyada avtomat korobka. 2016 navbatdagi Nexia 3'imiz 300 ming kilometr bosib o'tgan ekan. Ikkinchi paysiya bu? Ikkinchi paysiyada. Xo'p, ABS bor, konditsioner bor, gazlari bor. Motor harovoy korobkasi yaxshimi? Hamma yo'g'i zo'r. 4 diska balon ko'ringlar. 4-paysiya diska balon qo'yilgan ekan. gazi bor, metan. Shumka yo'q-a bunda? Salonlari, chexollari yaxshi holatda. Xo'p, gazi 90 talik temir. Zapas baloni bor, pol holatlari zavod holatda. Xo'p, puli yengilini so'raganlarga Nexia 3 ta aysar 2016 300 ming kilometr bosib o'tgani. Kraskasi bitta kriloda? Yo'q, sapachogida petno bor, kapotga uchida petno. Ha, bo'ldi. Ikkita detalda petno. Necha pul bundan narxi? 6200 ga beramiz. Bo'lishimi? Bo'lishi. 6200 dollar bo'ladigan. Generalni bo'ladimi, bo'lmaydi? Bo'ldi. Telefon raqamingiz? 95 lik 017 017 91 79. 91 79 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. Bozoringiz bersin aka. Xo'p, azizlar aloqaga chiqaverasizlar. 6200 dollarga berilar ekan. 2016 2021 navbatdagi Nexia 3'imiz 51 ming kilometr bosib o'tgan ekan. 4-paysiya. Bo'ldi aka. Assalomu alaykum. Charchamaysiz. Oybek. O'ni. Bo'ldi aka, xo'p. ABS konditsioner gazlari bor. 2021 da 51 ming yurgani. Hadovoy korobkada ishi yo'qmi? Yo'q, ishi yo'q. Balonlar yaxshi holatda. 4-paysiya mashina, kovri bor, linoleum qilingan, chexollari yaxshi holatda. Ichki holatlari. Salonlari, tonirovkalar tortilgan. 48 talik propan gaz. 2021 51 ming yurgan. Kraskasi qanaqa aka? Toza. Narxi necha pul buni? 9,5 ming kami bor. Sodiq model ham hali aka? Xo'p. Assalomu alaykum. Nasiya barter qanaqa yo'llar bor aka? Bankda beramiz aka buni. Bo'laveradi. Hujjatlari-chi?
Hujjatlari aytgan hujjati bo'laveradi. Generalni ham chiqaramiz. Bo'ldi. Telefon raqamingiz 94 94 108 108 21 11. Aloqaga chiqarasizlar azizlar. 2021 51 ming yurgan kraska mutlaqo top toza 4-pozitsiyada pakeleni 4-pakeleni ham gazi oddiymi? Gaz oddiy. Ha, gazi oddiy 48 talik propan. Paizlar 2018 ga 19 navbatdagi Nexia 3imiz GK svetidan 197 km bosib o'tgan. ABS bor, konditsioner bor, metan gazi bor mashinani. Motor hadovoy korobkasi. Zo'r motorlar. Mana eshik kraska va kiriloda petnosi bor. Bo'ldi, hozir so'rab ketaman. Balonlari yaxshi holatda. Texnik holatdan muammo yo'q deyapsan aka. Shumka bormi yo'qmi? Shumkasi yo'q. Xo'p, akvaprint qilingan ekan azizlar shu yerlari. Xo'p. Deflektor qo'yilgan, mers ruli qo'yilgan, monitor qo'yilgan, chexollari deyarli yangi holatda. talik temir metan gaz. Zapas baloni bor, pol holatlari zavod holatda. 197 mi deyilgan? 197 ming holat. Xo'p, 197 ming kilometr bosib o'tgan, 197 ming kilometr bosib o'tgan 2018 ga 19. Bitta detalda kraska, bittasi petno dedingizmi? Necha pul narxi buni aka? 7 da o'tib beramiz. 7 ming dollar kelishiladi. Kelishamiz. Bermaganingiz bo'lmadimi? Yo'q, yo'q, endi keldik. Bo'ldi. Bu ham shu yo'llarim nasiya savdo, barter hamma Bu yo'lda. naqd nima qilaylik? Ha, bo'ldi. Bunisi naqd puliga. Lekin gen chiqadi. Hujjatlari generalniy bo'laveradi. Bo'ladi. Naqd pulga aka iloji boricha yengiroq berasiz. bo'ladi. Telefon raqamingiz 91lik 91lik 478 478 yana 78 78 06. 06 91lik 478 78 06. Bozoringiz bersan aka. Sog' bo'ling, xo'p. Rahmat, xo'p. 2018 ga 19 azizlar aloqaga chiqarasizlar 197 ming kilometr bosib o'tgan. 2018 ga 19 navbatdagi Nexia 3imiz mexanika so'raganlarga yurgani qancha? 280 ming kilometr bosib o'tgan. Motor hadovoy korobka yaxshimi? Ishi yo'q, hamma yo'q joyida. Salon holatlari aytib o'tganimizdek, ikkinchi pozitsiya mexanika, zavodskoy chexol, kovri bor, linon qilingan. Xo'p, orqa salonlari tonirovkalar tortilgan. Bagaj holatlariga keladigan bo'lsak, 90 talik temir metan gazi bor. Zapas baloni bor, pol holatlari zavod holatda. Yurgani qancha edi? 280 ming kilometr bosib o'tgan 2018. 2018 ga 19. Kraskachi? Kraska mana shu yerda ozgina petnosi bor. Xo'p, bitta Kriloda petno bor. Necha pul narxi aka? 7200 dan o'tib beramiz. 7200 kelishiladi. Sizlar obunachilaringizga o'tib beramiz. Bo'ldi, Vodiy bozor kanalidaman desa, xudo xolasa ozmoz bo'lsa ham nasi bor. Xo'p, Nasiya barter qanaqa yo'llari bor? Naqqa aka. Faqat naqd pulga sotiladi. Generalniy chiqadi? Chiqadi aka. Telefon raqamingiz 88 88 lik 413 413 57 57 raqamiga aloqaga chiqarasizlar azizlar. Xo'p bo'ladi aka, xo'p. 2017 ga 18 152 ming kilometr bosib o'tgan navbatdagi Nexia 3imiz mexanika. Xo'p, ABS konditsioner gazlari bor. Rahmat. Xo'p. Motor hadovoy korobkada ishi yo'qmi? Yo'q. 152 yurgan. Ha. Kovri O'sha bor, joyga petnosi qilingan. bor. Bo'ldi, mexanika ikkinchi pozitsiya. Salonlari, tonirovkalar tortilgan. 90 talik temir metan gaz. Zapas baloni bor, pol holatlari. Zavod holatda. Xo'p. 2017 ga 18 152 ming yurgan, kraskasi bitta sapachogida. Necha pul narxi buni aka? 7,5 mingdan o'tib beramiz. 7,5 ming kami bor. Bermaganingiz bo'lmadimi aka? 71,5 ming beramiz. 7150 dollargacha pul ko'rdi. Xo'p. Nasiya barter yo'llarichi? Bo'ladi. Kelishiladi. Generalniy bo'ladimi, bo'lmaydi? Bo'ladi. Telefon raqamingiz 90lik 93lik 90lik 90lik 622 622 77 70. 77 70. Bozoringiz bersan aka. Aloqaga chiqarasizlar azizlar 2017 ga 18. 2020 navbatdagi Nexia 3imiz GK svetidan ekan. Yurgani qancha? Qancha? 200 ming kilometr bosib o'tgan. Metan gazi bor, ABS bor, konditsionerlari bor. Mashina ikkinchi pozitsiyada. Motor hadovoy korobkalari? Zo'r hadovoy. Zo'r. Balonlar yaxshi holatda. Xo'p.
Salon holatlari. Mashina ikkinchi pozitsiyada mexanika, rol qo'yilgan, deflektor qo'yilgan, kovri bor, linoleum qilinmagan, chexollar yaxshi holatda. Orqa salonlari, tonirovkalar tortib qo'yilgan. Xo'p. 90 talik temir metan gaz. Zapas baloni bor, pol holatlari, zavod holati. 2020 200 ming yurgan. Ikkinchi pozitsiya kraska toza. Nech pul bu narxi aka? Buni aka hamkor bankdan krediti bor. 4 mingga beramiz. Buni tushunib bera olamiz. Necha yilga nech puldan kreditdan? 3 yilga chiqqan 2 million 800 mingdan. To'landimi? Bir oy to'langan. Bir oy to'landi. 2 million 800 bir xilda ketadi. Bir xilda hamkor bank. O'zinglar nomladami? Men o'zim nomli. Qayerda mashinasi? Hakamlik telefon. Hakamda. Bu telefon nomeringiz? 90lik 90lik 624 624 1611. 1611 bozoringiz bersin aka. Azizlar aloqaga chiqaverasizlar. 2020 200 ming kilometr bosib o'tgan. Kraska toza dedingizmi? Kraskasi toza. 2019 navbatdagi Nexus 3'imiz. Ikkinchi pozitsiya. Qancha yurdi bu aka? 174. Xo'p, 174 ming kilometr bosib o'tibdi. Ikkinchi pozitsiyada. ABS bor, konditsioneri bor, gazlari bor. Motor hadovoy korobkalari hamma yo'q huzur. Balonlari yaxshi holatda. Shumka bor ekan-a? Xo'p, 4 oyga ruxsatnoma. 4 oyga tonirovka ruxsatnoma. Deflektor qo'yilgan, linoleum qilingan, chexollar yaxshi holatda. Orqa salonlari, tonirovkalar tortib qo'yilgan. 90 talik temir metan. Zapas baloni bor, pol holatlari, zavod holatda. Yurgani qancha edi aka? 174 ming. Xo'p, 174 ming yurgan 2019 ikkinchi pozitsiya. Kraskasi-chi buni? Toza. Toza. Nech pul narxi aka? Buni bo'ladigan 73 ga beramiz. 7300 dollarga beriladi. Kami ham bormi yo bo'lishmi? Bo'lishi. Xo'p. Nasiya barter yo'llari kelishlar. Kelishaveramiz. O'zi qatori mashina bo'lsa barteriga shu Cobalt, Gentra, Nexus'lar bo'lsa barter bo'laveradi. 3-4 oyga 4 oyga. 50-60% pul bilan nasiya chiqaveradi. Oyma-oy berish kerakmi yo bittaga kelsa ham bo'ladimi? Ko'ramiz. Bo'ldi, imkoniyatga qarab. Chiqaveradi. Hujjatlari-chi? Chiqaveradi. Chiqaveradi, xohlagan hujjatlar. Ha. Telefon raqamingiz? 90lik 90lik 385 385 77 78. 77 78 raqamiga aloqaga chiqasizlar. 2020 navbatdagi Nexus 3'imiz oqidan mexanika. Yurgani qancha? 135. Xo'p, 135 ming kilometr bosib o'tgan. ABS bor, konditsioner bor, 4-paketleniya propan gazi bor. Metani? Motor hadovoy korobkasi? Hamma yo'q o'zi. Hamma yo'q o'zi. Balonlari yaxshi holatda. Diska qo'yilgan ekan bunga. 130 ming yurgan toza ekan. Salon holatlari. Yurgani 130 mi, 35 mi? 35 mi? Kovri bor, linoleum qilinmagan. Ko'rsatuvchi bilan. Salonlari. Bagaj holatlari 90 talik temir metan gaz. Zapas baloni bor, pol holatlari zavod holatda. Xo'p, 2020 135 ming kilometr bosib o'tgan ikkinchi pozitsiya. Kraskasi qanaqa aka? Toza. Nech pul narxi buni? 87 dan o'tib beramiz aka. Nech puldan? 87 dan o'tib beramiz. 8700 kami bor. Sodiq modeli ham hali? Yo'q, endi. Xo'p, nasiya barter qanaqa yo'llari bor? Ikki bankka bera olamiz. Naqd pul qilib berish kerak ekanda sizga. Xo'p, generalniy davenisi bo'lan? Hamma yo'q chiqadi. Xo'p, telefon raqamingiz? 90lik 90lik 144 144 34 36. 34 36 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. 2020 kraskasi toza, 135 ming kilometr bosib o'tgan. 2022 navbatdagi Nexus 3'imiz qorasidan 4-pozitsiya avtomat korobka. Buni yurgani qancha? 88 ming kilometr bosib o'tgan. Xo'p, ABS bor, konditsioner bor, kamera qo'rayapti. Gazlari bor. Balonlarni ko'ringlar. Mashinani hech qanaqa ishi yo'qmi? Yo'q. Salon holatlari. Mashina 4-pozitsiya avtomat korobka. 88 ming yurgan mana. Monitor qo'yilgan. Kovri bor, linoleum qilinmagan, chexollari yaxshi holatda. Orqa salonlari, tonirovkalar tortilgan. Xo'p, 90 talik temir metan gaz. Zapas baloni bor. Pol holatlari,
Zavod holatda. 2022 4-chi paytda 88 ming yurdi. Kraskasi toza. toza 100%. Nech pul bun narxi aka? 10 ming kam bor. 10 ming kelishiladi. Kelisham. Nech pul ko'rdi aka shu mashina eng ko'pi? 9,5 berishdi. Tepasiga deyman. Boshqa kurslar. 9,5 ustiga yursa berasizmi? Beraman. Xo'p, 9,5 ming dollarga foydalangani so'rashibdingizlar. Shunga qarab endi nasib bo'lsa hisoblanadi. Olaverasizlar. Nasiya barter qanaqa yo'llar aka? Kelishilaveradi. 50-60% puli borga nasiya qilib berasiz, ha? Generalniy daveniz bo'ladi. Telefon raqamingiz 94lik 94lik 562 90 00. 562 90 00 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. 2022 kraskasi toza 88 ming kilometr bosib o'tgan.